Shukur qilishni o'rgating, umrini olish bilan o'tib ketmasin deb akamiz ayolini yozibdilar. Endi hurmatli ayollar, inakda noshukurlik qilib qo'yamiz, tan olaylik. Bahoriga shukur qilmaymiz. Men ham ko'p janjal qilar edim, erimdan talab qilar edim, qalasandirdim, sal urishsa ketib qolardim, toki erim avariya bo'lib komaga tushib qolmaguncha. Komaga tushganda umid yo'q deganda doktorlar ikki dunyo ko'zimga tor bo'lgan. Hamma qilgan urishlarimga afsuslanganman, ishoninglar. Mayli boshqa xotin olsa ham, qizlar bilan yursa ham tirikligini bilay deganman. O'sha paytda erim bilan urushgan edim. Ertalab turgan yilida eridan xabar kelmagan bo'lsa, yo ovozini eshitmaysanglar, yo bolalar dada degan gapini eshitmasanglar, erilarni yo'q deb tasavvur qilinglar, qanaqa holatga tushasizlar. Men ham aytganman, bir er shuni, ersiz ham davrimni surib yashayman deb, lekin baribir er o'rni boshlayapti. O'shandan beri qanoat qilib turgan bo'lganman hamma narsaga. Alloh sekin-sekin beradi, sabr bilan erishaman hammasiga deyman. To'g'ri qaror qilaman, oilam tinch, barokatim bor, sabrli bo'laylik, iltimos.